O, bir tuzroq kino ham yo'q bu Dilbizorda. Voy oyijon, odam biram zerikib ketdi-ya. O, aytmang. Ay, keling, kim millioner bo'lishni xohlaydi, o'yinini o'ynaymiz. Voy, shunaqa qilaylik, kelin. Ozoda Nursaidovani Jiguli qo'shig'idagi Jigulining rangi qanaqa edi? A variant oq, B variant ko'k, D variant qora, C variant sariq. O, qanaqa edi ekan-a? Hozir. Tilim uchida turuvdi-da. Oq Jiguli, oppoq Jiguli, yo. Qora Jiguli, qop-qora Jiguli, yo. Ko'k Jiguli, ko'k. Topdingiz oyijon. Lekin savol qiyin ekan. Endi ikkinchi savolga o'taman. 5 barmoq qaysi davlat taomi? A variant Amerika, B variant Rossiya, D variant Qozog'iston, C variant Italiya. O, qaysi davlatniki edi-ya? Men biladim, kelin. Qarichilikdek pamyatimdan ko'tarilibdi. O, qaysi davlatniki edi? Amerikamikina? Yo'q, Amerika emas. Rossiyamikin. 5 barmoq. O, Qozog'iston. Mana yana topdingiz oyijon. Ha, kelinim siz savollarni osonlashtiring. Xo'p, keyingi savol. Diqqat bilan eshiting oyijon. Ozoda Nursaidovani Lada qo'shig'ini kim aytgan? A variant Yulduz Usmonova, B variant Ozoda Nursaidova, D variant Sevara Nazarxon, C variant Munisa Rizayeva. O, savolni qitmiri-yu. Hozir o'ylab oling. Yo. Menimcha, kelin Yulduz Usmonova aytgan. Agar topa olmasangiz, sizga qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor oyijon. O, Hoshimdan so'rayman. Alo, bolam. Tuzumsan? Tez gapiraman, millioner ko'rsatuvdaman-da. Anaqa Ozoda Nursaidovani Lada qo'shig'ini kim aytgan, bolam? Ozoda Nursaidovani o'zi aytgan, oyi. Sani kallang joydami? O'zini ashulasini o'zi aytmaydi-yu. Tar yo'qat. Kelib sendan so'rayman, qurgur. Yulduz Usmonova aytgan aniq-tiniq. Balkim B variant Ozoda Nursaidovadir. Ya tavba, hech zamonda odam o'zini ashulasini ham o'zi aytadimi? Ha, bo'p, qop, shu B varianti bo'la qolsin. Siz to'g'ri topdingiz oyijon. B variant to'g'ri edi. Voy, men taxmin qiluvdim, kelin. Javobatliman-da. Oxirgi savol. Odamlar qayeri bilan gapiradi? A variant qo'ltig'i bilan, B variant burni bilan, D variant og'zi bilan, C variant oyog'ini bosh barmog'i bilan. Kelin, bularning ichida to'g'ri javob yo'q, lekin men bilaman. Bir misra she'r bilan javobni ifodalasam. Kelinlar bor, kelinlarning naqshidir. Kelinlar bor, hayvon undan yaxshidir. Gap qaytarar bamisoli uyimdagi to'tim. Kelin, sizni basharangizga mana turine bemani ko'rsatuvingiz boshingizdan qolsin. Shunaqa ham savol bo'ladimi? Oyijon, siz millioner bo'la olmas ekansiz. Siz evli olmas ekansiz. Yemagan savollaringiz bilan boshim og'ritmay mani. Tag'in millioner qilamish. Apting qursin. Oh. Xo'p, iPhone telefonining orqasida qaysi mevani rasmi tushirilgan? A variant banan, B variant shoptali, D variant ananas, C variant olma. Nima edi?